Selam. Bugün bize Minecraft oynayacağız. Burada kreativiyede geçip futbol stadyumuna kurdum. Darvaza Piyamalar oynasa bular, lekin oynayolmaysan. Çünkü tebranadigan narsa o'zing yugurib o'ynasang bo'ladi. Men hozir sizlarga jonli survival mening qayerda edi. Meni 5-qishloqdan haydab yubordi, lekin ular orasida borib turaman. Mana mening 2 etajli qilib qo'ydim. Ketdik. Polsaga egilib pishib qolibdimikan? Yo'q, halimas. Bu yerdan bor edi. Bittasiga pishibdi. Hammasi pishsa bemalol olaman. Endi o'zim shunaqa qilganman. 2-chi etaj. Burada 2 odam uchun joy bor. Qishloqning nomi esa 3-qishloq. Ana bu ekanmiz. Burada o'ynamayman çünkü tosh qo'yib qo'yibman. Burada kitob olib o'qisa ham bo'ladi. Men hozir sizlarga 3-qishloq qoldi. Hali haydalganimdan beri bormadim. Shu yoqda edi stadion bitta. Temirchining uyi edi. Sandiqdan yaxshi narsalar chiqar edi. Stadion 32 metr. Yo'q, esimda yo'q edi. Ana shu yerda qamoqxona bor. Negadir loyiq qo'yibdi ekan. Ular 3 etajli uy qurishibdimi do'stlar? Mana hozir balkonni. Tez topib qurish kerak. Ishqilib mening uyimning tepasiga qurishmasin. Yo'q, mening tepasiga qurishibdi. Yo'q. Mana 3-qishloq, bitta qamoqxona bor edi. Men va do'stim shu yerda qamalib qolgan edik. Men qo'limni bilmasdan tegib ketgan. Mana shu yerda sandiqdagi narsalar. Bombosh. Qishloqda ham bo'lmagan mancha bo'ldi. Bu yer nima bo'ldi? Nima qilib qo'yishibdi? Voy. Butlar sindirib tashlagan. Bitta gullar turibdi. Qantipaga minib ko'raylikchi. Faqat shu uchiga, chunki tagida oyna bor. Endi yana tepaga chiqib bo'lmaydimi? Почта поворот. Nima edi bu? Yo'q, tashqari ekan. Tepaga qanaqa chiqadi? Tepasiga. 3-qavat. Mana qavatdan chiqamiz. Savolda. Bu yerga qayerdan chiqamiz? Qayerda tishamiz? Shu yerdan chiqsak bo'ladi. Lekin menda hozircha narvon yo'q. Men bu blok bilan chiqib turaman. Bu yer nima qilib qo'yibdi? Bitta tushib ketasan-ku. Menimcha bu hali ishlamagan, shuning uchun ochmagan. Men bo'lmasam uyimga ketdim deydi. Mana obunachilar kompot qurilishi.
Mana ekan. Bu yerga 3 qavatli qo'yasizlar. 3 tosh, bu yoqqa 3 tosh. To'lib chiqasizlar. Va yoniga ikkita pechka, 1-2 daraxt, bu yoqqa 1-2 daraxt. Yana bu yerdan qurasizlar. Mana 1, 2, 3, 4, 5 damakan. Hozir o'zim sanab chiqaman. 1, 2, 3, 4, 5. Ha to'g'ri. 5 ta ekan. Bu yoqqa esa bu yoqdan 5 ta. 5 ga 5 qilasizlar. Bu yoqni ingichka 2 qilasiz. Sizlar hozir men jonsizda qo'shga harakat qilib ko'raman. Bu yerda jonsizga kiramiz va sizlarga tosh kerak bo'ladi. Tosh qatta. Mana daraxt. Mana shu bilan hozir qo'yib ko'ramiz. Bu ham mening polzim edi. Buni ham biz tashlabdi. Bu bomba portlaganmi bilmadim. Shu yerda qo'yib ko'ramiz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 5. Bitta tosh bo'ladi. Bitta 3 qavatli qilamiz. Endi nima qilamiz? Ko'rib qaytay. Teshamiz ekan. To'xta.